Assalomu alaykum, hurmatli kanal kuzatuvchilari, sog'misizlar? Yurtimizning tinchligini ko'z değmesin, yurtdoshlarimiz sog' salomat bo'lsin. Yangilikni bombasi zo'ra desak ham bo'ladi. 11-iyun haftaning 4-kuni 2026-yil. Amudaryoda suv. Ko'rib turganingizdek. Amudaryoda suv ajoyib. O'tgan videolarimizda sho'llada yer sathi ko'rinib turibdi. Hozir buning emas. Oqib turishi tez, ajoyib holatda oqib turibdi. Yana yerlari, mana bunday kemalar ham kelib berdi. Ustunda qizil bayroqlar. Ajoyib lekin gap yo'q. Arka taraftan yine çaya kazış işleri başlanıptı. Значит, bu yanam sel kazılıp tez kazılıp dursa, bu yandan ham shunday olup tez suv akadi cho'mqir bo'lib. Xudo xolasa suvimiz ko'tarilibdi. Suvimiz ko'p bo'laversin, dehqonchiliklarimize, chorvamizga foydasi bor. Do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yasiz. Yurtimizning tinchligini ko'z değmesin, yurtdoshlarimiz sog' salomat bo'lsinlar. O'zlaringizni asranglar, sog' bo'linglar.